Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Eng so'nggi manzillar. Lil ahlil khayri jannatun va nu'ma va lil kuffari adrakun nakali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Solih bandalarga jannatlar va shodu xurramlik bo'ladi. Kofirlarga esa qattiq jazolarning eng tubi bo'ladi. Nazmiy bayoni. Solihlarga jannat, shodu xurramlik, kofirlarga uqubat, azob alamlik. Matn sharhi. Dunyoda iymon keltirgan va uning taqozosi bo'lgan yaxshi amallarni qilib, xayr ahlidan bo'lgan baxtli insonlarni Alloh taolo ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiritadi va xilma-xil ne'matlar bilan mukofotlaydi. Alloh taolo iymon keltirib, yaxshi amallarni qilgan solih bandalarni qanday mukofotlar kutib turganini shunday xabar bergan. Astaizu billah. Innalloha yudkhilul ladzina amanu va amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin va lu'lu'a va libasuhum fiha harir. Albatta, iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni Alloh jannatdagi ostidan anhorlar oqib turadigan bog'larga kiritur. Ular u joyda oltin bilak uzuklar va marvaridlar bilan bezalurlar. Liboslari esa harir, ipak bo'lur. Haj surasi 23-oyat. Jannatga kirish Alloh taoloning fazlu marhamati bilan bo'ladi. Alloh taoloning fazlu marhamatiga sazovor bo'lgan insonlar jannatga kiradilar. Ammo jannatlarning ichidagi martabalar insonlarning qilgan amallariga ko'ra bo'ladi. Ko'proq va yaxshiroq amal qilganlar ulug' joylarni egallasalar, ulardan kamroq amal qilganlar esa amallariga yarasha pastroq joylarga ega bo'ladilar. Jannat lug'atda bog' ma'nosini bildirib, aslida to'silgan so'zidan olingan. Jin so'zi ham to'silgan ma'nosidadir. Chunki ular ham ko'zlardan yashirin va to'silgan bo'ladi. Jinnilik ham shu ma'noda bo'lib, bunday vasfga ega insonning qalbi yaxshi va yomonni ajratib olish qobiliyatidan to'silganligi uchun shunday nomlangan. Mukofotlar diyori bo'lgan joyning jannat deb nomlanishi esa unga kirgan kishilarni daraxtlar to'sib turgani yoki u joyda beriladigan mukofotlar to unga kirguncha to'silgan bo'lganligi uchundir. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.